Yaxshimisiz do'stlar? Men sizlarning 100 tuban qijilgan do'stinglar yondaman. Yetib kelayotgan xalqaro bolalar bayrami munosabati bilan bugun sizlarga muhabbat yo'lida baliq qo'ygan bolaning hikoyasini so'zlab bermoqchiman. Oranglarda og'izdan texi o'g'iz tutimib turadigan 3 vaqt tamoqi baba yeb turib muhabbatning azobiga baldir cho'kib ketib qolgan bir qism shangam bolalar cho'qim bor. Shunga bugun sizlarga radiya bo'lish uchun bundaq shangam bo'lib o'zini tashib etishning oqibatining qanday bo'lganligini bir ko'rsatib qo'yay. Hikoyamiz mana bu Hindistondagi oz uchraydigan Oqsumak oilasidan boshlandi. Bu jamoatning oila boshlig'i Narayan apandim bo'lib, o'zining ko'p farzandlik bo'lish uchun dostbo'shligi keng bir xotinni elib, uningdan Divadas degan bolani topdi. Hamda uni kichik chig'idilla Angliyaga o'qishga avatiydi. Angliyada o'yanning qopig'ini yerib etgan Divadas mana bugun o'z yurtiga qaytib kelib, mahallasidagi yaxshiroq bir qizni elib odam bo'lib ketmoqchi bo'ladi. Bu xo'sh xabardan xabar topgan Divadasning onasi Kashaliya xo'shalligini ishchiga patro olmay, nay usulga uchib ketadi. Bu chaqda bu xo'sh xabardan tang bahramon bo'lib, o'zining qizi Paru bilan Divadasning kichik vaqtida o'ynagan Didi shanglarini esiga elib, ko'ziga issiq yosh oladi. Hamda bu xo'sh xabarni Paruga yetkazish uchun uyga qaytib ketadi. Bu chaqda Pakmaya ishtqo zavodining ikkinchi qo'li butun Hindiston qetiqlarini ichitadigan uyning cho'ng kelini ichdi va "Yey bu xotin sizdami o'ta shisha xaxa bo'lib ketdi-ya? Maqsad yo'qim bu ganjing bu xotinni" deb mazkur filmdagi tunji siqim ichitqoni dal joyiga chichish orqali Pinapsi Kashaliyaning pok qalbiga bo'judim birini sap qo'ydi. Bechora Paru uzun yilda yog'i jinchiroqdan birini yiqib, o'zining zavliyan qilgan duyshansini to'rt ko'z bilan kutib o'tadi. Bu xabarni anglab xushalligida she'r bayon qilishga boshlab ketdi. 10 yil sizni saqladim, yo haq bilan qochmadim. Xotirjam bo'l Divadas, kixi dukkan ochmadim. Bir to'p nadin kelganligini bilgani bo'lmaydigan seriq banyang tonlar kayni-kaynidan kelib, bu qizning o'tini o'chirmoqchi bo'ladi. Lekin bunda ulg'uyib kuyayotgan so'ygi o'tini bu ishki to'ttal so'ymalar o'siribmi o'chira olmaydi. Paru xushalligida do'stlari bilan sap-sap tizilib, xuddi piramidadagi tam rasmlardek usulga uchib ketdi. Ey muhabbatning kuchi, ey seg'inishning kuchi. Yiroqdagi so'ygan odami texi yiniga kelmay turib, Parul yo'l bo'lib tayyor bo'lgan edi. Etsi Divadas o'z yurtiga qaytib keladi. Lekin uning bu kinodagi tunji qilgan xatoligi 10 yil yoqi o'zini taqazzoliq bilan kutgan onasini ko'rgani kelmay, Udbul Parulning yiniga kirib ketgan edi. Bu ish onasining ko'ngliga qattiq ig'ir keladi. Shuning bilan uyning cho'ng kelini eshidi va fursatni ching tutib ikkinchi siqim eshitqoni naq yeriga chachidi. "Vey qarang, siz Divadasdan cho'q xapib ketmang. Kichik emasmi? Oqizchi yomon qiz avo. Tegib pas emasmi?" Divadasning o'zining qijiga kelayotganligini anglagan Paru ushqandek o'zining o'jursiga qaytib kelib, har qancha oldirsaqmi ko'n urf-odatlarni unutib qolsaq bo'lmaydi deb oq kirliklarni silib tayyor turib Bu chaqda eshik ichilib, biz taqazzoliq bilan kutgan bosh personaj Divadas kirdi. "Oy, kimki debdi men dexe. Sharlxon kengo. Sharlxon deseni qizlar o'lab berdi emasmi? Shunga bu qizning qilganlariga hayron qolmasaqmi bo'ladi ekan. 10 yildan yoqi bir-birini ko'rmagan bu oshiq mashhuqlar ta'tur qarshi paranglashib Ko'rurmanlarni taqazzo qilganga tushliq hech qanday ish yuz bermagandan keyin Divadas o'zining cho'ng kep qolgan kostyumini kiyib, onasi bilan ko'rishgani keladi. Onasi bo'lsa, "Voy bo'pti-ku, balliq qiladi-ku" deb onalik mehr bilan quchoq ochadi. "Ana, dadam yo'q-ku. Men manganda dadam tayoq bilan ustib qo'ygan. Kelganda ajab tayoq bilan oldimga chiqmabdi-ku. Vey, bizning yurtchi bolasi jiroqdan kelsa, dadasi degan o'mlab bo'lsam oldiga chiqadi. Ey, bidam g'it qilsana, bo'lamdi, kelin qiz." Gap qilayotgan bu momay bularning jamoatidagi birdan-bir kallasi joyida bo'lgan xotin. Ya'ni Divadasning momisi bo'lib, Divadasga to'dimi amroq edi. Keyin qismni ko'rmoqchi bo'lsangiz, panu saloniga kiring. Salon nomi Boshpat yezig'liq. "Vey, appa, ko'rdingizmi? Pano salonda bir qismini boldirib qo'ysa, pul oladi ekan bir qo'y. Uysamcha qo'g'amni yegib, lyuliyansirab qilib ko'rib ketsak, de xalqimga bekorlik chiqarib beraydimi? De e'lon etib ketganlardan o'rgilay qo'g'amni yegib qo'llab." 抖音